Hormaylar, assalomu alaykum. Ugamda bizni to'g'rida Ugam River. Havo zo'r. Xo'p, tema to'g'risida gapirmasam bo'lmaydi oxiri. Kimga sir emas, tog' hududlarda Yandex narxida почти hech qaysi haydovchi yurmaydi. Обязательно telefon qilib narxini aytadi yoki narxini kelishishadi. Bunaqa bema'ni sharoitda Yandexni o'zi yaratib qo'ygan. Uklon to'g'risida umuman gapirmayman, sababi undan kepi, undan arzon kompaniya yo'q. Hech kim ko'tarmaydi ham, bechora uklon mijozlariga rahmim keladi to'g'risi aytsam. Lekin Yandex mijozlaridan iltimosim bor edi. Sizlar ham bir narsani to'g'ri tushuninglar. Bu sharoitda bizani telefon qilib savdolashishimiz sharoitini Yandex o'zi yaratdi. Bu juda xunuk narsa, turizmga ayniqsa to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu ko'rsatayotgan narxlari aqlga bovar qilmaydi Yandexni narxlari. Sababi mana hozir Ugam Riverdan menga zakaz tushdi. Nimamiz через Yunusobod Oquyga 250 ming so'm ko'rsatayotganmish Yandexga. Men o'zimni narximni aytdim. Ular xullas sal yoqmay telefonni qo'yib qo'yishdi. Mayli, biz chidaymiz har qanaqa gapga. Buni ham konditsiyasi bor, har qanaqa gapga ham ko'tarishimiz bor, oxiri bor. Shunaqa mijozlardan iltimos qilib qolaman, sizlar to'g'ri tushuninglar. Bu Yandex bizani cho'nchagimizdan, bizani rizq nasibamizdan, bizani bola chaqamizdan cho'nchagidan olib sizlarga arzon ko'rsatib, o'zi balon foizli olib yotibdi. Vaholanki narxlar anchadan biri boshqa. Shu palakat Yandex kirib kelgandan beri hali narx ko'tarilgani yo'q. Qanaqasiga bu Ugam Riverda через Yunusobod so'rab ham o'tirmadi. Sxod grazdan deb ko'rsatyapti. Shu 3 qahramonlar atrof bo'lsa kerak. Oquyga 250 ming so'm. Qaysi ramkaga to'g'ri keladi? Nimaga buni tepadagi rahbarlar qaramaydi? Mana bu yerda turistlar qiynalyapti. Kepe narxda hech qaysi haydovchi olib borgisi kelmayapti. Kepe narxda. Narxini aytsa, baraka topkur bir xillarga to'g'ri kelyapti, bir xillarga to'gri kelmayapti. 10 ta odamdan masalan 5 tasi yo'q deydi, 2 tasi jalba qilaman deydi, 3 tasi kevering deydi. Bu Yandexni kim bormi kontrol qiladigan, bu qatdan o'tdi bu narxlarni. Xohlagan narxini qo'yadi, xohlagan ishini qilyapti. Bir kun mobaynida bitta tochkadan ikkinchi tochkaga har xil vaqt turinglar, 10 xil narx ko'rsatadi. Tarifni nima chiqarib qo'yibdi o'zi? Qaysi tarifdan hisoblayapti? Kim buni kontrol qiladi? Nima biz kepe narxda yuramiz? Biz majbur emas, biz haydovchilar majbur emas kepe narxda yurishga. Mijozlar to'g'ri tushuninglar. To'g'ri kelsa borasizlar, to'g'ri kelmasa просто yo'q deb qo'yinglar, bo'ladi. Qichuv ortiqcha gaplar keragi yo'q. Haydovchilar ham inson. U mashinasini rasxotini ko'taradimi, bankini to'laydimi, yo boshqa xarajatini qiladimi? Qanaqasi 250 ming hech qaysi romkaga sig'maydi. O'shaning uchun uzr so'ragan holda, mijozlardan uzr so'ragan holda shunaqa temaga to'g'ri tushunishinglarni xohlayman. Mashinalar Yandexniki emas, bizaniki. Tog' hududlarida Yandex monopoliya qila olmaydi deb o'ylayman. O'z boykotni ham sudda qilish kerak deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugun mana Chorvoda, Ugam, Xumson tomonlarda havo zo'r. Chorvoga o'tsa bilan sog' bo'linglar.